Tövəndiki misalda mən yumşaq detal yoki tor bekatlardagi statistiklaydigan grafikni qandaq bir taraf qilishni, ya'ni shuning UI'sini qandaq sızıb chiqishni ko'rsataman. Bu xil UI'lar şirketlarning tor bekatlarini tuzganda yoki yumshaq detallarni tuzganda yoki tor bekatlarning statistikasini ko'rsatgan vaqtimizda ko'p ishlatildi. O'xshashlar men fayldan yangidan bir hujjat qurdim, parametrlar burunqiga o'xshash. Ondan keyin po'lat qalam qurolini tanlab bir dona tik siziq sizma, shiftni besilib turib sizsam tuz siziq siziladi. Ma'lum yerga sizdim. Bu ichiga rang to'ldirilib qolgan holat bo'lganligi uchun men siziqqa ehtiyoj qo'yganligim uchun ichiga to'ldirilgan rangni ilib etdim. Ondan keyin buningki siziqning rangini biroz susroq kul rang qilib qo'yman. Ondan buni 1.15 pt tomliqda qildim. Buni muvofiq o'ringa yo'tkab, ondan keyin text qurolini ilib, buningga 500 dan boshlaylik. 500 450 400 350 50 0. Mushkul holatda bir son sifatini bekitib olaman. Bekitib olgandan keyin buni muvofiq o'ringa keldim. Mouse siziqni megraq eklay. 0 ning ostiga bir dona siziq qo'yib qo'ydim. Sababi men bu ostiqlar ma'noga ostidagi siziqlarni tutashtirib chiqarmoqchi emas. Azroq orliq tashlab o'tmash ikki tarafdan muvofiq holatda. Ondan keyin ma'nokimi boshlanish nuqtasini bu yerdan boshladim. Masalan 9 oylikni qilaylik. 7 6 5 4 3 2 1. Ondan keyin 0 olsun. Mushkul statistiklab eklay. Hem bununki egizlik, kenglik yoki qurlarning oraliqlarini tekst tahrirlash rayonidan tahrirlasak bo'ldi. Ma'noniki orasini men sal keng qilib qo'yay. Chunki grafikni sizga vaqtimizda sal ozodroq chiqsin. Chizimlashtirdim, ondan buni eklab mayaga qo'ydim. Ondan keyin men tik holatga to'riq shakldagi grafikni loyihlamoqchi bo'lganligim uchun buningga 500 ningki egizligida muvofiq qilib grafik sizib beraman. Her bir sonning udulga birdan siziq oldim. Mushkul shaklda siziq olib, navbat sizg'amish tik bo'lgan shakllik shakl va qavatni tanlab, knopka taqsidan Ctrl G ni bosaman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ostidagi bilan 9 bo'ldi. Bularni endi shu o'ringa o'rnalashtiraman. Elbette men. Nolni elbetsem bo'ldi ekan. Elbetkendan keyin har oyninkini muvofiq o'ringa tangsam bo'ldi. Men bir nimaga keldim. Shep ma'siziqni elbetdim. Mushkul bo'lgandan keyin shu 9 turni tanlab turib, andagi o'rinlarini tangshayman. Asti-ustiga to'g'rilanish, ostiga to'g'rilish holatiga kelib qo'yay. Qaysi eng ostida bo'lsa shuni to'g'rilansin. Ma'ni eklab, eski biroz surib, ondan keyin hammasini tanlab turib, ostidagi to'g'rilansin desam, hammasi ostiga keladi. Mushkul holatdagi bir shaklni bekitib olaman. Bekitib olgandan keyin endi mayan tarafdan ma'noga belgiray. Ondan keyin mashadagi 9 tal to'riqchini tanlab turib, go'riplab o'taman. Ctrl G bilan go'riplasam go'riplandi. Ondan po'lat qalam qurolini olib turib, bu yerga siz bir masalan 350 ga olgan bo'lsa, bir dona 350 lik nuqtani urdim. Shift knopkasini bosib turib, tuz siziq bo'yicha keldim. Ikkinchisi 300 deb olgan bo'lsa, 300 ga keldim. Mushkuldagi bir shaklni sizman. Shaklni sizganning yoqi bu shaklning ichiga rangni to'ldiraman. Masalan, qaysi xil rangni ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lsak, rangni to'ldirgandan keyin navbatdagi mushu qavatni maska qilib bermay go'ripiga. Maska qilib bersam buningga o'xshash bir grafik tutadi. Siziqlarni elbetdim. Elbetgandan keyin mushkul turdagi bir grafik shakl tutgan bo'ladi. Ham buni albatta ma'nolashkisini bu sonni biroqlam biroz yo'tkab qo'yay. Bak chaplashib olgandek bo'lib qopti men tarafga. Daraq olsun. Bizniki grafikimiz bitgan bo'ldi. Odatda grafiklarni mushkul shaklda loyihalaymiz. Shakllarni o'zimiz xohlagancha olsak bo'ladi. Demak, grafiklarni mushkul shaklda loyihalaymiz.